Nima bo'ldi, Akmal aka? Otabek aka, ertaga uyga boradiganman. Borgan zahotim qo'ng'iroq qilaman, ko'rishamiz. Iye, namuncha hali to'yga 3 kun ham bo'lgani yo'q-ku. Nima, kuyov bola shunaqa tez ruxsat berdimi? Qaynonam oyiz yolg'izlar, uni ustiga sizga ancha o'rganib qolgan bo'lsalar, sog'ingan. Qolganini ham eshittiraymi? A? Meni aybim nima? Gapir. Seni sevib uylanganimmi? Akmal aka. Shuncha yildan beri hatto sezdirmading ham, a? Akmal aka, men sizga hammasini tushuntirib beraman. Akmal aka, jahlingiz chiqmasin. Men sizga hammasini tushuntirib beraman. Siz menga tushuntirasan? Nimani tushuntirasan? Siz menga hammasi oshkor bo'ldi-ku, mana isbot. Akmal Mana aka. isbot. Siz menga quloq soling, tushuntirib beraman. Aybim nima? Gapir. Akmal aka. Sendan kutmagandim. O menga qara. Ertaga yoq. Narsalaringni yig'ishtirganda uyimdan yo'qol. Tushundingmi? Qaytib kelganimda bu uyda qorangni ko'rmay. Seni sevib uylangandim. Afsus. Ma'suma yuzingda jirkanch ayol yashiringan ekan. Afsus. Buni kech bildim. Juda ham kech bildim. Ko'zimga ko'rinma. Allo. Hammasi tamom. Erim o'rtamizdagi hamma munosabatdan xabar topdilar. Endi nima qilamiz? Sharmanda bo'ldim. Mahalla ko'y qarindosh urug' o'rtasida sharmanda bo'ldim. Endi qanday bosh ko'tarib yuramiz? Meni uydan haydadi. Kechgacha ham uyni bo'shatib qo'ydi dedilar. Nima qilamiz endi Otabek aka? Nima qilamiz? O'zingni bos, nega buncha vahima qilasan? Biron chorasini topamiz. Birozdan so'ng qo'ng'iroq qilaman. Xo'p. Faqat tezroq qo'ng'iroq qiling.